Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Yaxshimisizmi? Evvel yaxshi. Bayramlaringiz bilan salomatmisiz? Tinchlik bo'lsin, prezidentimiz omon bo'lsin, yeri sog' bo'lsin, dunyo tinch bo'lsin. Yoshlarga quvvat, qarilarga iymon, salomat bo'lsin. Ko'p yashaysan. Aziz va muhtaram Fayzulla ota Nurmatov, sizdek mo'tabar faxriyimizni xotira va qadrlash kuni hamda Ikkinchi jahon urushida erishilgan buyuk g'alabaning 80 yilligi bilan chin qalbimdan samimiy tabriklab, yuksak hurmat, ehtiromim va ezgu tilaklarimni izhor etishdan baxtiyorman. Shunday ulug' ayyom kunlarida sizga mustahkam sog'lik, kuch-quvvat, xonadoningizga tinchlik, fayz va baraka tilayman. Chuqur hurmat, ehtirom bilan Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Bu $10,000. Bitta mana medalni ham taqamiz. Ikkinchi jahon urushida g'alabaning 80 yilligi esdalik yubiley medali. Ana. Sağlamlar. Çocuklar sağlamın dualesini eşten çıkarmam. Allah'ın köprüler istersin. Vazgeçsin. Değeri soğumuş. Bunlar lazım. Selamım, kuş kulakları, parmakları, ağlan derecede bir. Terkenden. Bayramlar bilan. Bayram olsun, yaxshi olsun. Mana yana keldik tabriklagan. Rahmat, rahmat. Sog'lik yaxshimi? Aziz va muhtaram Beksaid Bekmirzayev. Sizdek mo'tabar faxriyimizni xotira va qadrlash kuni hamda Ikkinchi jahon urushida erishilgan buyuk g'alabaning 80 yilligi bilan chin qalbimdan samimiy tabriklab, yuksak hurmat, ehtiromim va ezgu tilaklarimni izhor etishdan baxtiyorman. Mana shunday tabarruk yoshda ham oltinga teng duolaringiz, maslahatlaringiz bilan yangi O'zbekistonni barpo etishga katta hissa qo'shib kelayotganingiz uchun sizga ko'p millatli xalqimiz nomidan, o'z nomimdan chuqur minnatdorchilik bildiraman. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Bunisi mana $10,000. $10,000. Endi mana bunisi yani medalga joy bormi? Medalga yubiley medali. Mana hozir yana zaman qurib, yana O'zbekiston degan memlakatda qurib yotgan xalqimizning umri uzoq bo'lsin, deni sog' bo'lsin, obro'yi baland bo'lsin. Bayramlaring yaxshi bo'lsin, denlaring sog' bo'lsin. Bugün mana 101 yosh ekanda bugün 101 yosh ekan. 110 da ham, 120 da ham kelib sizni tabriklaylik. Bosh bo'ling. Mazkur sana doirasida urush qatnashchilari va urush yillaridagi front orti faxriylariga pul mukofotlari topshirilib, barcha joylarda ularga yuksak ehtiromlar ko'rsatildi.